Kollektiv sükut. Uyghur tragediyalarının mənbəsi. Abdori Mevlan Yasin. Sözünü gözetkin beşin kesmisin, tilini gözetkin çişin sunmusun. Tilini gözetbek, közdiler baş, sözünü qısqı qıl, uzardılar yaş. Yusuf Has Hacib. Kesilmey turup başım, keseymen tilim. Kichigimizdan başlap bu sözni anlap çoğ bulduk. Bu sözni anlamagan Uyghur naiti az bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Shuningga o'xshash so'zlar Uyghur shaxslarini emas, butun Uyghur millatida kollektiv sukut xarakterini tarbiyalab chiqdi. Bizning tariximizdagi sanoqli fojialar va mag'lubiyatlar Uyghur millat ro'yidagi kollektiv sukutdan kelib chiqqan. Uyghur tarixini ko'zitib baqsaq, Uyg'urning kechirmishi va tarjimalaridagi barliq chekinish, chiriklik, tushkunlik, tragediya, osiylik va mag'lubiyat dushmanning kuchli bo'lganligidan, manbalik, qudratlik bo'lganlikdan, aqlliq bo'lganlikdan va tarixning chaqi ularning irodasiga ergishib peqirganlikdan emas, balki Uyg'urlarning ideyasiga, ideologiyasiga, psixologiyasiga kollektiv sukut yetakchilik qilishdan kelib chiqqan. Uyghur tarixida emas, insonlar tarixidagi sanoqsiz tragediyalar shu davri, shu jo'grafiyalik xalqning kollektiv sukut qilishidan kelib chiqqan. O'xshamaydigan yeri dunyodagi qudratli millatlar sukutni millatning gullanishiga yordamlashadigan turtkilik kuch yoki xatardan saqlanish uchun qo'llanadigan bir vaqtlik tadbir yoki ma'lum narsani hal qilish uchun qo'llanadigan jiddiy chora yoki ma'lum paytni kutish uchun qo'llangan aptlik metod deb qarab kelgan. Bu xil sukutda bir xil aktivlik omil mavjud. Uyg'urlarda sukut bir xil g'alabaga tavakkul qilishdan, g'alba qilishdan o'zini qochiradigan madaniyatga, hatto milliy ruhga aylangan. Ikkinchi dunyo urushi mazgilida odatdagi German xalqining ko'pinchisi poyezdga ittirib chiqarilgan yahudilarning oqibatini asosan biladi. Biroq ular buningga parvo qilmay, xizmatiga normal berib kelib, sodisini qilib, hamda udul kelgan qo'shinlardan muloyim holda xayrlik sahar deb salom berib yuraligan. Chunki Germanlar bu irqiy qirg'inchilikqa sukutda turishni dunyoning xo'jayin bo'lishida to'ldiriladigan bir shart deb qaraydi. Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligini barliq Xitoy xalqi aniq biladi. Lekin butun Xitoy millati, hatto demokratik zotlarmi bu Xitoyning dunyoga xo'jayin bo'lishining bir yetarli sharti deb tushunadi. Shuning uchun sukutda turishdan halqib, bu qirg'inchilikni ochiq-oshkor qo'llaydi ham ilhom beradi. Nemislar bilan Xitoy fuqarolarining o'z hokimiyatining boshqa millatlarga elib borgan irqiy qirg'inchiligi oldida sukutda turishini tanlashiga dunyoga xo'jayin bo'lamiz degan g'oyasi tashabbuskorlik qilgan. Uyg'urlardagi sukut qulluqni erkinlikdan oliy ko'radigan mujmal madaniyatdan kelib chiqqan. Sabit damillamni tutib mangsa bir odam, hatto Cumhuriyet a'zolaridan birisimi oldiga chiqib, raisimizni nega opirsan deb so'ramay sukutda turibdi ekan. Ilxon to'rini surgun qilsa bir odam, hatto Cumhuriyet a'zolaridan birisimi oldiga chiqib, raisimizni nega opirsan deb so'ramay sukutda turibdi ekan. 40 ming Cumhuriyet askarlari 960 Xitoy askariga hujum qilmay, monastiriya bo'yida necha yil yotsa, bir ofitsermi chiqib, nima uchun Urumchiga mangmaymiz deb so'ramay sukutda turibdi ekan. 11 betimga qo'l qo'yib kelganda Cumhuriyet amaldorlaridan va ziyolilardan bir odam chiqib, bu betimga nima uchun qo'l qo'ydinglar deb so'ramay sukutda turibdi ekan. Yerlik millatchilikka qarshi, o'ngchillikka qarshi, ta'tir inqilobchilarga qarshi va madaniyat inqilobi qatorliq harakatlarda Uyg'urlarning eng mashhur va aqlli kishilarini ommaviy so'rinlarda sazoy qilsa, zindonga tashlasa, tasmalar bilan urib o'ltirsa yoki etib o'ltirsa, atrofidagi ba'zi Uyg'urlarning chidamay, yuragi og'irgan bo'lsa-mu, un-tunsiz qiynalib ketgan bo'lsa-mu, lekin ovozni chiqarmay sukutda turibdi ekan. Aşıq məşğılar daryo bo'yida kechlik mayin shamolning so'ygisida to'lin oyga qarab jim o'ltirganda bu xil sukut bir xil go'zallikni bildirdi.
Lekin millat taqdiri oldida sukut turish xuddi bir ittik xanjardek millatning tenini pora qilib tashlaydi. Uyg'urlar tabiatdagi o'z millatiga qartilgan bir xil sovuqqonli xarakterni oshkorlaydi. Ba'zi vaqtlardagi sukut yaxshi niyat va adablikligidan kelib chiqqan bo'lishi mumkin. Masalan, bir odam bir xato so'z yoki harakat qilib qolganda bilmasga selib sukut turishi bir xil nazokatlik va tarbiya ko'rganligini aks ettiradi. Xitoyning yurgizayotgan qat'iy va tavranmas irqiy qirg'inchilik oldidagi sukut bo'lsa, qo'rqinchoqlikdan va pishib yetildirgan qulluq ruhdan kelib chiqqan. Qul bo'lgan bilan yana o'ylar bor, pul tepish fursatlari bor. Xitoyga berib kelish erkinligi bor. Shuning bilan sukut o'zini va o'ziga munosabatli narsalarni qo'g'daydigan mexanizmga aylandi. Boturlarning qabri tazkirasi oliyjanob ekan. Sukut bo'lsa, sukut qilguvchilarning qulluqqa mangdigan yo'l xeti ekan. Hatto qulluq maktabini bitirish diplomasi ekan. Nurg'un Uyg'urlarning sukutni tanlashi manfaat jihatdagi ziyon yoki jismoniy zo'ravonlikdan qo'rqishla emas, balki ro'yi jihatdan o'zining o'xshash turdagi kollektiv tarafdan yolg'iz qilishidan ansirash. Amerikani misol olsak, nurg'un mustaqillik uchun borlig'ini taqdim qilgan Uyg'ur azimatlari hozir asosan Uyg'ur to'plaridan yakilinib qolgan, hatto xotinlari tarafidan yaklangan bir ro'yi jihatdagi yetim bolaga aylanib qolgan. Inglizchada uyda bir cho'ng pil turdi degan bir idiom bor. Bu idiom orqali ma'lum bir ish yoki bir mavjudiyat nihoyatda ro'shan bo'lsa-mu, kollektiv ko'masga soladigan va muzokara qilmaydigan ahvolni ifodalaydi. Qarshi turishga jur'at qilolmaydigan kollektiv xurofotni tasvirlaydi. Xitoyning vatanimizni besib olganligini va irqiy qirg'inchilikning haqiqat ekanligini xalqaroda e'tirof qilgan bo'lsa-mu, ko'p sondagi Uyg'urlar buni ko'masga selishga tirishadi. So'rinlarda bu to'g'riliq so'z qilgan hamon siyosatni aralashtirmayli degan bahonani qilib, so'rindagi gapning mazmunini boshqa yoqqa ib qochadi. Sukutda yashaydigan odamning soni qancha ko'p bo'lgan sari, bu sukutni buzmoq shuncha tasga to'xtaydi. Chunki sukut qaynamiga qanchalik ko'p odam chetilgan sari, bu qaynamdan qutulish uchun shunchalik cho'ng kuchga ehtiyoji bo'ladi. Olamda atrofdagi barliq mavjudlikni sumirib akirib ketib qolgan qora o'nkirdek sukut Uyg'urlarning barliq aqlini, vijdonini, boturligini, mardonligini, iymonini, kimligini sumirib akirib ketib qolgan qora o'nkir bo'lib shakllandi. Uyda bir cho'ng pil turdi deb vaqirgan odamning barmoqiga agishib, pilning boyuqligiga qarab boqmay, balki uningdan nimishqa bizning yaxshi uyqumizni buzasan deb g'azablanadi. Bu to'g'riliq dunyodagi barliq Uyg'ur faoliyatchilarining cho'nqur ta'siroti va tajribasi bor. Hatto ular u odamning jasorati va qaysarligi sababidan o'zining qo'rqinchoqligi va pastkashligi oshkorlanib qolganligidan g'azablanadi. Ular g'azab bilan bu odamga "Pil ko'rsang o'zing ko'r, bizni uyg'otib nima qilasan? Zamonga boqmaydigan nervi kesilimisan?" deb o'kiraydi. Sukut xuddi rak hujayralardek bo'lib, Uyg'ur ro'yida o'sib, hatto pishib yetishdi. Uyg'urlar tarixidagi eng cho'ng va ochiq-oshkora irqiy qirg'inchilikqa duch kelgandimi, ko'zini yumib va ko'ngli tinch tura oladigan bo'ldi. Afsuski, bu kishilar ko'zini bir yumib, bir ichish orlig'ida sanoqsiz Uyg'urlar bu sukutlarning nazrichiroq buyumlariga aylandi. Rahimsiz va shafqatsiz Xitoy hukmronligi oldida Uyg'urlarning sukuti turishi hayron qolgudek ish emas. Chunki Xitoyga qarshi ovoz chiqarishga, Xitoy oldidagi sukutni buzishga jasoratli emas, yana mas'uliyatni ustiga elishni shart qiladi. Xitoy oldidagi bu sukutni buzish uchun Xitoyning Uyg'ur ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligini iqror qilish kerak. Uyg'urlarning ovozini anglash va anglatish kerak. Uyg'urlarning tashabbusini bayon qilish kerak. Uyg'ur uchun murojaat qilish, pul yig'ish, namoyish qilish, barliq imkoniyat bo'lgan xalqaro sahnada so'zlash, mustaqillikning bayrog'ini egiz ko'tarish kerak.
Uyg'urlar tortayotgan barliq azob oldida vijdonning so'tlishini qabul qilish kerak. Yoki Uyg'urlar beshidan kechirayotgan bu ovoz va qirg'inchilikni o'ziga kelgan omad deb yashash kerak. Sukutni oltin deb qo'yniga elish kerak. Nurg'un Uyg'urlar Xitoydan kelgan siyosiy yoki jamiyat besimi orqali o'zining sukutda turishini oqlashga odatlangan. Ular texi Uyg'urlarning ichidagi milliy vijdonini bir oz saqlab qolganlar. Nurg'un Uyg'urlar Xitoy zulmi oldida sukutda turishni bir xil farz deb ado qiladi. Bir xil sharaf deb mag'rurlanadi. O'zining sukutda turishining erkiy qirg'inchilikqa to'hfa qo'shganligini unutib qoladi yoki qanoat topadi. Fransiyalik yozuvchi Simon de Beauvoir bir jumla so'z bilan Uyg'urlar mustaqil harakatining ajallik va ojiz nuqtasini ko'rsatib berdi. İnsan o'tmish sababidan emas, balki o'zining tanlash sababidan jazolanadi. Simon de Beauvoirning bu so'zi Uyg'urlarning mustaqil harakatining falsafasi, psixikasi va yetakchi ideyasining cho'nqur qatlamini ichib tashlaydi. Uyg'urlar tarixning jazosiga uchirmadi, balki tarixdagi bir bosqichda tanlagan yo'lining jazosiga uchirdi. Uyg'urlar mustaqillik uchun ilib borgan har bir qo'zg'olonlar boshlanishi bilan bir vaqtda shu mustaqillik uchun ilib borgan kurashni ko'madigan go'rni tang ko'lab kelgan. Bu kang zamindan so'rab boqayli. Tarix zodi kimning kaynida turdi va kimga yo'lak bo'ladi? Gerçi tarix musobasidagi har bir voqeaning oldida yoki keyinda bu voqea haqida javob bermasimi, bizning bu tarixning ish yo'chig'ining bir bulung'ini ichib, uningga zang qo'yib qarashga, aslashga va o'ylanishimizga to'sqinlik qilmaydi. Afsonni tarixni tushuntirishning quroli deb qarmay, tarix oxirida kimning kaynida turayotganligini va buning sababini o'ylanishimiz kerak. Uyg'urlarning tarixini atrofliq va inchki tekshirsak, Uyg'urlarning barliq mag'lubiyatlari kollektiv sukutdan yetishib chiqqan. Xitoy Uyg'urlarni har qanday qirg'inchilik, haqorat, xo'rlash, bo'hton chaplash, to'hmat, rasvo qilish, sharmanda oldida kollektiv sukut turib, odamiylik xarakterini va insoniy tabiatini unutildirishni maqsad qilgan sanoqsiz harakatlarni bir-birini ulab to'xtatmadi. Oldi bilan sinfi ayrimisi nazariyasi orqali barliq Uyg'urlarning ruhliq, farq iqtidori yuqori, hayoti kuchi mo'l, hissiyotchan, estashligi cho'nqur, idrokliq, jo'shqin, qo'l ilkida bor azimatlarini o'ltirib, turmaga tashlab, boyligini musodir qilib, tirikchilik yo'lini to'sab yo'qotdi. Ziyolilar tabiqasining axloq fazilatini kamsitib, tanqid va o'z-o'zini tanqid qilish mexanizmi orqali Uyg'ur ziyoli va bilimdorlarini o'z-o'zini asli jinoyatchi qilib ko'rsatib, o'zining tarixi va kelib chiqishini inkor qildirib, Uyg'urlarning bilimli kishilarini bir tarafdan o'zini o'ziga sesitishga majburlab, yana bir tarafdan o'zaro bir-birini shayton va azozil qilib bo'hton chaplashga qistab, dehqon va ishchilarni safarvar qilib, ularni urib so'qib, hech bir qechib qutulg'ili bo'lmaydigan ijtimoiy besimga bosh egib, sukut turishdan boshqa yo'lni qo'ymadi. Turg'un Almas, Abdurahim O'tkir, Muhammadjon Rashidin qatorliq xosliqi, talanti va orqa ko'rinishi alohida bo'lgan ziyolilarni gunohini iqro qilish xatlarini yozdirish orqali har qanday ovoz chiqarmoqchi bo'lgan Uyg'urlarni cho'ktirib keldi. Xitoy davlat zuvanlarini safarvar qilib, masalan, soqchi, armiya, shpion, turma, o'ltirish, qiynash qatorliqlarni ishga silib, Uyg'urlarning tenini bo'ysundirib qolmay, Uyg'ur ro'yining va vijdonining cho'nqur qatlamini vayron qilishga va ideyasini uzil-kesil yo'yishga intilish ko'lami va saviya jihatda misli ko'rilib boqmagan darajaga yetdi. Lekin ixro qilmay amalimiz yo'q. Xitoylarning Uyg'urlarga uzun yillar yurgizgan bu jinsiy va ro'yi qirg'inchilik Uyg'urlarni ideya, qimmat qarash va harakat andisi jihatdan siyosat, xalqaro vaziyat va o'z taqdiri masalalarida aktiv tafakkur qilish va muvofiq javob izlash iqtidorini yo'qotib qo'ydi. Yakka-yakka sukutlar asta-asta kollektiv sukutga taraqqiy qildi.
Arlab chiqqan Baturlarning Uyg'uninglar degan ovozdan boshqa sukut ko'p sondagi Uyg'urlarning hayotini va manfaatini qo'g'dashdiki yaxshi risp bo'lib qoldi. 1926-yili Xitoy yozuvchisi Lu Xun "Ya sukut ichida o'l, ya sukut ichida portla" deb yozgan. Sukutda asta o'lish Uyg'ur taqdirini asta shakllantirayotgandek qiladi.